Qovoq urug'ini ichishingiz uchun 8 ta sabab. Birinchi sabab: qovoq urug'lari magniyga boy bo'lib, u yurak sog'lig'ini saqlash, qon bosimini nazorat qilish va mushaklarning to'g'ri ishlashiga yordam beradi. Ikkinchi sabab: immunitetni mustahkamlaydi, shamollash va infeksiyalarga qarshi kurashadi. Uchinchi sabab: uyqu sifatini yaxshilaydi. Urug'dagi B guruh vitaminlari va magniy asablarni tinchlantiradi, stress va depressiyani kamaytiradi. To'rtinchi sabab: yurak salomatligini qo'llab-quvvatlaydi, sog'lom qon bosimini saqlash va xolesterinni pasaytirish xususiyatlariga ega. Beshinchi sabab: semirishning oldini oladi, to'yinmagan yog'lar va oqsil tanani uzoq vaqt to'q tutadi. Oltinchi sabab: teri va sochlar uchun foydali. Omega 3 yog' kislotalari terini yoshartiradi va elastikligini oshiradi. Yettinchi sabab: oshqozon va ichak faoliyatini yaxshilaydi, hazm jarayonini yaxshilaydi va qabziyatning oldini oladi. Sakkizinchi sabab: diabetni nazorat qilishga yordam beradi. Qovoq urug'lari tarkibidagi antioksidantlar va tolalar qon shakar darajasini barqarorlashtirishga yordam beradi. Videoni saqlab qo'ying.